Jadidlar merosini o'rganish va targ'ib etish hamda Abdulla Qodiriy tavalludining 132-yilligi munosabati bilan Yoshlar ishlari agentligi press-klubida tadbir tashkil etildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-maydagi Prezident qarori 201-son hamda 2024-yil 19-iyuldagi Prezident qarori 270-son qarorlari ijrosini ta'minlash doirasida o'tkazilmoqda. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad ushbu hujjatlarda ma'rifatparvar ajdodlar merosini chuqur o'rganish, ularning asarlarini keng targ'ib qilish va yosh avlodga yetkazishdir. Aynan ushbu tadbir haqida yuzlanmoqchiman, ya'ni Yoshlar ishlari agentligida jadidlarimizning hayoti va ijodiga bag'ishlangan ko'plab ishlar o'zi amalga oshirilyapti va bugungi tadbirimizda Abdulla Qodiriyning 132 yilligiga bag'ishlangan tadbir juda ham ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Mazkur tadbirda jadidchilik harakatining tarixiy va ilmiy asoslari, uning bugungi kundagi talqini hamda ahamiyati muhokama qilindi. Xususan Abdulla Qodiriy ijodi va uning o'zbek adabiy tafakkuridagi o'rni yuzasidan fikr almashildi.